Salom hurmatli kanalimiz obunachilari va ushbu videoni tomosha qilayotgan har bir yurtdoshim. Bugun men siz bilan juda muhim masalani muhokama qilmoqchiman. Bu video sizning shaxsiy moliyangizga, oilangiz byudjetiga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlar haqida. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va har bir so'zimga e'tibor bering. Siz bir maygacha ko'rishingiz shart bo'lgan video bu. Agar siz ushbu videoni bir maydan keyin tomosha qilayotgan bo'lsangiz, demak siz allaqachon kech qolgansiz va jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelishingiz, hattoki qo'shimcha sarajatlarga yoki jarimalarga tortilishingiz mumkin. Bu aksporot har birimizga uy egasidan tortib, o'zini o'zi band qilgan shaxsgacha tegishli. Kuting, hayron bo'lmang, bir necha daqiqadan so'ng bu nima uchun shunday ekanligini to'liq tushunib olasiz. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosing va ushbu videoga like bosing, toki ko'proq odamlarga yetib borsin va boshqalar ham ogohlantirilsin. Avvallari jismoniy shaxslarning mulk soliqlari ancha sodda va tushunarli tarzda hisoblanar edi. Ko'pchiligimiz mulk soligi deganda uyni qurgan yili yoki oksirgi marta kadastr hujjati olingan paytdagi bahodan kelib chiqqan bir necha yil davomida deyarli o'zgarmaydigan summani tushunardik. Soliq summasi asosan mulkning kadastr qiymati va hududga qarab belgilangan tariflar asosida hisoblanardi. Bu tizimda soliqqa tortiladigan baza, ya'ni mulkning rasmiy qiymati ko'pincha uning haqiqiy bozor qiymatidan ancha past bo'lardi. Natijada ko'pchilik uchun soliq yuki unchalik sezilarli emas edi. Hisob kitoblar oddiy va shaffof ko'rinar edi. O'rtacha bir xonadon egasi har yili 300-500 ming so'm atrofida mulk soligi to'lashi odatiy hol edi. Ba'zi eski uylar yoki qishloq joylardagi mulklar uchun bu summa undan ham kam bo'lishi mumkin edi. Asosiy e'tibor mulkning maydoniga, qurilgan yiliga va rasmiy kadastr bahosiga qaratilar edi. Bu esa mulk bozorida adolatsizlikka olib kelardi, chunki bozor qiymati millionlab dollar turadigan hashamatli uy ham, oddiyroq uy ham kadastr hujjatlaridagi eski baholar tufayli deyarli bir qism soliqqa tortilishi mumkin edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. 2024 yil 1 maydan boshlab jismoniy shaxslardan olinadigan mulk soligini hisoblash tizimida juda jiddiy yangiliklar kuchga kiradi. Eng muhim o'zgarish shundaki, endi mulk soligi nafaqat eski kadastr qiymatidan, balki mulkning bozor qiymatiga yaqinlashtirilgan bahosidan kelib chiqib hisoblanadi. Bu degani endi soliq hisoblashda mulkning joylashgan hududi, uning investitsion jozibadorligi, infratuzilma darajasi, yaqin atrofdagi ijtimoiy obyektlarning mavjudligi, maktab, bog'cha, shifoxona, bozor va heki, transport qulayligi va shu kabi omillar hisobga olinadi. Davlat soliq qo'mitasi va kadastr agentligi yangi baholash usullarini joriy etgan bo'lib, ular mulkning haqiqiy qiymatini iloji boricha aniq aks ettirishga intiladi. Bu esa ko'plab mulk egalari uchun, ayniqsa yirik shaharlarda yoki obod hududlarda yashovchilar uchun soliq summasining sezilarli darajada oshishiga olib kelishi mumkin. Ba'zi hollarda sava bashita tala bashitara tax tabatitaba soliq shidadab maja la yoki hadendajim. Yine hazata kha har shiratto bir necha barobar ko'payishi ehtimoli bor. Asosiy maqsad mushtatkala mashita dema massatiyat mulk bozoridagi adolatni ta'minlash, real bozor qiymatiga mos ravishda soliq yukini taqsimlash va kenniga nazarati va yashirin kapitalni aniqlashdir. Ammo bu o'zgarishlar aholi uchun kutilmagan jiddiy moliyaviy yuk bo'lishi mumkinligini anglatadi. Ko'pchilik o'zining soliq summasi qanchaga oshganidan besabar bo'lishi mumkin. Bu esa to'lov muddatlari kelganda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Unsosh bu o'zgarishlar haqida nimalarni bilishimiz kerak? Birinchi navbatda yangi soliq bazasi tushunchasini anglab olishimiz kerak. Yuqorida aytganimdek, endi soliq sizning mulkingizning rasmiy kadastr qiymati emas, balki davlat kadastri ma'lumotlari, davlatning maxsus baholash usullari, hududning iqtisodiy rivojlanishi, aholi zichligi, infratuzilma darajasi, hatto shu hududdagi o'xshash mulklarning o'rtacha bozor narxlari ham inobatga olingan holda hisoblangan yangi bahodan kelib chiqib belgilanadi. Soliq stavkalari o'zgarmagan bo'lsa-da, masalan, turar joy uchun 0.5%, chorvachilik binolari uchun 0.1%, savdo obyektlari uchun 0.2% va hokazo. Soliq hisoblanadigan baza, ya'ni mulkning baholangan qiymati sezilarli darajada oshganligi sababli yakuniy soliq summasi mutanosib ravishda ko'payadi. Bu sizning mulkingiz bahosi 2-3 barobar oshgan taqdirda soliq ham 2-3 barobar oshishini anglatadi. Kimlar ayniqsa savotirga tushishi kerak? Birinchidan, barcha mulk egalari e'tiborli bo'lishi lozim. Ammo ayniqsa Toshkent shahri markazi, viloyat markazlari yoki boshqa iqtisodiy jihatdan rivojlangan, aholi zich joylashgan va mulk narxlari yuqori bo'lgan hududlarda joylashgan katta uy joylarning, bir nechta ko'chmas mulklarning egalari. Shuningdek, ilgari kadastr qiymati bozor narxlariga nisbatan juda
past baholangan mulklarning egalari ham katta o'zgarishlarni kutishlari mumkin. Agar sizning mulkingizga so'nggi 10-15 yil ichida baho berilmagan bo'lsa yoki u juda eski kadastr hujjatlariga ega bo'lsa, soliq summasidagi o'zgarishlar siz uchun yanada sezilarli bo'ladi. Kimlar esa unchalik savotirga tushmasligi mumkin? Asosan qishloq joylaridagi shahar markazlaridan uzoqroqda joylashgan, bozor qiymati yuqori bo'lmagan mulk egalari uchun soliq yukidagi o'zgarishlar unchalik katta bo'lmasligi mumkin. Bu yerda bozor qiymati o'sishi shahar kabi keskin emas. Ba'zi hollarda hatto soliq summasi oshmasligi yoki juda kam o'zgarishi mumkin. Yangi qurilgan va allaqachon bozor qiymatiga yaqin baholangan mulklar egalari uchun ham o'zgarishlar unchalik jiddiy bo'lmasligi ehtimoli bor. Chunki ularning dastlabki bahosi ham real qiymatga yaqin bo'ladi. Endi esa aniq misollar bilan bu o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz, toki siz vaziyatni yanada aniqroq tasavvur qila olasiz. Birinchi misol Toshkent shahrining markaziy tumanlaridan birida joylashgan 3 xonali 70 kvadrat metrlik kvartira. Avvalgi holat bu kvartiraning kadastr qiymati taxminan 200 million so'm edi. Soliq stavkasi 0.5% deb olsak, yiliga to'lanadigan mulk solig'i 2000 so'm. Bintazampam 0.5% edi. Bu aholi uchun odatiy sezilarli bo'lmagan sarajat edi. Endi itmaydan keyin yangi baholash uslubiga ko'ra sudda shu kvartiraning bozor qiymati, hududning qimmatligi, infratuzilma rivojlanganligi, transport qulayligi va shu kabi omillar hisobga olingan holda 700 million so'mga baholanishi mumkin. Endi soliq hisoblashda shu 700 million so'm asos qilib olinadi. Demak, yiliga to'lanadigan soliq 700 so'm. 0.5 undikera pasandiratam satu cara di hot tataratata so'mgadan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek soliq summasi 4% oshgan muhabbi oila uchun 1,5 million so'mdan o'tib qo'shimcha xarajat demakdir. Ikkinchi misol viloyat markazidagi Shinam hovli. 5 sotik yer maydoni, uyning umumiy maydoni 90 kvadrat metr. Avvalgi holat bu mulkning kadastr qiymati 50 million so'm bo'lgan. Agar soliq stavkasi 0.2% deb bo'lsak, yiliga to'lanadigan soliq 50,000 so'm 0.0 farzim undan so'm bo'lgan. Endi ilk maydan keyin hududning o'zgarishlari, shahar kengayishi, infratuzilmaning rivojlanishi hisobga olingan holda bu mulkning bozor qiymati 400 million so'mga baholanishi mumkin. Yangi soliq summasi parhantas yan va pasaptas tarafati da samantata sanjat so 0.2% 800 yataza so amni tashkil etadi. Bu yerda ham soliq summasi 500 so'mga oshgan. Uchinchi misol qishloq joyidagi mulk 6 sotik yer maydoni, uy 100 kvadrat metr. Avvalgi holat kadastr qiymati 100 million so'm. Soliq stavkasi 0.2% deb bo'lsak, yiliga 200 so'm soliq to'langan. Endi itmaydan keyin qishloq joylarida bozor qiymatining o'sishi shahar kabi keskin bo'lmasligi mumkin. Masalan, mulkning yangi bahosi 120 million so'mga oshgan bo'lsin. Bu holda soliq 120 so'm 0.2% ar 240 so'mga aylanadi. Bu yerda soliq yukiyatigi 40 so'mga oshgan. Bu unchalik sezilarli emas. Ushbu misol qishloq joylaridagi mulk egalari uchun o'zgarishlar unchalik keskin bo'lmasligini ko'rsatadi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, soliq yukining o'zgarishi mulkning joylashgan joyi va uning baholangan qiymatiga qarab juda katta farq qiladi. Shu sababli har bir mulk egasi o'z mulkining yangi bahosini va hisoblangan soliq summasini bilib olishi shart. Lekin bu qoidalarning ham o'z istisnolari, tuzoqlari va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlari bor. Keling, bularni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda imtiyozlar. Qonun doirasida jismoniy shaxslar uchun ko'zda tutilgan imtiyozlar saqlanib qoladi. Bularga nogironlar, pensionerlar, ko'p bolali oilalar, urush qatnashchilari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etish ishtirokchilari va boshqalar uchun belgilangan miqdorda beriladigan soliq imtiyozlari kiradi. Lekin bu yerda muhim bir nuans bor. Bu imtiyozlar endi yangi yuqori baholash summasidan chegirilmaydi, balki belgilangan bazaviy summadan, ya'ni soliq kodeksida ko'rsatilgan belgilangan chegaradan. Masalan, 60 kvadrat metrgacha bo'lgan maydondan yoki 20 million so'm soliq bazasidan hisoblanadi. Bu degani avval imtiyoz to'liq soliqni qoplashi mumkin bo'lsa, endi mulkning yuqori bozor qiymati tufayli imtiyozga ega bo'lgan fuqarolar ham baribir soliq to'lashga majbur bo'lishlari mumkin. Sizda imtiyoz borligi soliq to'lamaysiz degani emas, balki hisoblangan soliqdan ma'lum bir chegara summasi kamaytiriladi xolos.
Shuning uchun imtiyozga ega bo'lgan shaxslar ham o'zlarining yangi soliq yukini aniqlashtirishlari shart. Vaqtinchalik cheklovlar haqida ham bilish lozim. Ba'zi hududlarda yoki yangi qonun joriy etilgan dastlabki yillarda soliq yukining keskin o'sishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida soliq o'sishiga cheklovlar qo'yilishi mumkin. Masalan, soliqning avvalgi yilga nisbatan 20% dan oshmasligi kabi qoidalar joriy etilishi mumkin. Ammo bu qoidalar doimiy emas va ular har yili qayta qorib chiqilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Shuning uchun bu kabi cheklovlar vaqtinchalik ekanligini yodda tutib, doimiy ravishda yangiliklarni kuzatib borish muhimdir. Endi esa tuzoqlarga o'tamiz. Birinchi va eng muhim tuzoq baholashga e'tiroz bildirish huquqi. Agar siz mulk bahosi noto'g'ri, juda oshirib yuborilgan yoki adolatsiz deb hisoblasangiz, unga e'tiroz bildirish huquqiga egasiz. Lekin bu jarayon o'ziga xusus murakkabliklarga ega va vaqt talab qiladi. Sizga qo'shimcha hujjatlar to'plash, mustaqil baholash xizmatlariga murojaat qilish va rasmiy arizalar yozish kerak bo'ladi. Eng asosiysi, agar siz bu jarayonni barmaygacha boshlamasangiz, keyingi yilgacha kutishga to'g'ri keladi va bu vaqt mobaynida siz yuqori soliqni to'lashga majbur bo'lasiz. Shuning uchun e'tirozingiz bo'lsa, zudlik bilan harakat qilish lozim. Ikkinchi tuzoq ma'lumotlarning yangilanishi. Agar sizning mulkingizda ruxsatsiz qurilish, qo'shimcha qurilish, rekonstruksiya yoki boshqa o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa-yu, ular kadastr hujjatlarida aks etmagan bo'lsa, soliq idoralari o'z ma'lumotlari, masalan kosmik suratlar, dronlar yordamida olingan fotosuratlar orqali buni aniqlashi va soliqni qayta hisoblashi mumkin. Bu jarayon soliqqa tortiladigan maydoningizni sezilarli darajada oshiradi va siz uchun kutilmagan katta miqdordagi qarzdorlikni keltirib chiqarishi mumkin. Hatto jarima ham qo'llanishi mumkin. Kadastr ma'lumotlaringizni yangilashga doim e'tiborli bo'lishingiz kerak. Uchinchi tuzoq e-kadastr tizimi. Endi ko'plab ma'lumotlar e-kadastr platformasi orqali avtomatik ravishda yangilanadi va soliq idoralari bilan integratsiya qilingan. Bu degani ma'lumotlarni yashirish yoki eski past baholar bilan qolib ketish imkoniyati juda kamayadi. Agar sizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlar e-kadastr tizimida noto'g'ri aks etgan bo'lsa, buni ham zudlik bilan tuzatish choralarini ko'rishingiz kerak. Endi esa ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar. Birinchi nozik jihat o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun o'zgarishlar. Yetmaydan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun ijtimoiy soliqning yangi tartibi kuchga kirishi mumkin. Bu ularning pensiya hisobiga o'tkazmalarini oshirishi yoki ma'lum bir minimal miqdorni belgilashi mumkin. Misol uchun har oyda bazaviy hisoblash miqdorining BHM kamida 0.5 baravari miqdorida ijtimoiy soliq to'lash majburiyati joriy etilishi mumkin. Bu pensiya stajini shakllantirish uchun muhim, lekin ayni paytda qo'shimcha moliyaviy xarajat. Agar siz o'zini o'zi band qilgan shaxs bo'lsangiz, bu o'zgarishlar sizning daromadingizga bevosita ta'sir qiladi va moliyaviy rejalaringizni qayta ko'rib chiqishingizni talab etadi. Ikkinchi nozik jihat yangi tadbirkorlar uchun ro'yxatdan o'tish imtiyozlari muddati. Ba'zi kichik biznes turlari va yosh tadbirkorlar uchun ro'yxatdan o'tishda maxsus imtiyozlar, masalan dastlabki 3 oy soliq ta'tillari, ayrim soliq turlari bo'yicha yengilliklar belgilangan bo'lishi mumkin. Agar siz yangi biznes boshlashni rejalashtirayotgan bo'lsangiz va bu imtiyozlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bir maygacha ro'yxatdan o'tishga ulgurishingiz kerak. Aks holda bu imtiyozlar siz uchun amal qilmasligi yoki keyingi davrga ko'chirilishi mumkin. Bu esa sizning biznesingizning boshlang'ich bosqichidagi xarajatlaringizni oshirishi mumkin. Xo'sh, bu holatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlarni qo'yishingiz kerak? Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar yer mulkning yangi bahosini aniqlang. Bu sizning eng birinchi va eng muhim qadamingiz bo'lishi kerak. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat soliq qo'mitasining rasmiy saytidagi shaxsiy kabinetingiz orqali agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz. Shuningdek, siz tuman shahar kadastr bo'limlariga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. E-kadastr platformasining rasmiy
web sayti orqali ham mulkingizni qidirib topishingiz va yangi baholash ma'lumotlarini ko'rishingiz mumkin. Ba'zi hududlarda maxsus elektron xizmatlar ham joriy etilishi kutilmoqda. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta va mulkning kadastr hujjatlari agar qo'lingizda bo'lsa, kadastr bo'limiga murojaat qilganingizda ular siz mulkingizning yangi baholangan qiymati haqida ma'lumot berishi shart. Bu ma'lumotni zatumaygacha olishga harakat qiling. Jag menar att den trakten ända det kade tsatsam tot för etappen paptatıksat. İmtiyozlaringizni tekshiring va rasmiylashtiring. Yuqorida aytib o'tganimdek, imtiyozlar tartibi o'zgargan bo'lishi mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz davlat xizmatlari markazlariga DXM yoki bevosita soliq organlariga murojaat qilishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, mulk hujjatlari va eng muhimi, sizda imtiyozga ega ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. Masalan, pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, ko'p bolali oila guvohnomasi, urush qatnashchisining ubustasi. Fapazataptum alil utilis savak. Undottadım. Arizani tumaygacha topshirish shart. Agar sizda avval imtiyoz bo'lgan bo'lsa ham, yangi qoidalar tufayli uni qayta tasdiqlash yoki yangi baholash sharoitlariga moslashtirish talab qilinishi mumkin. Shoshiling, aks holda imtiyozingiz hisobga olinmasligi va siz butun soliq summasini to'lashga majbur bo'lishingiz mumkin. 3. Noto'g'ri baholashga e'tiroz bildiring. Agar siz mulkingizning yangi bahosi haqiqatga mos kelmaydi deb hisoblasangiz, qayerga murojaat qilish kerak? Siz tuman shahar soliq inspeksiyasiga yozma ariza bilan murojaat qilishingiz yoki davlat soliq qo'mitasining maxsus elektron portalida murojaatlar bo'limida onlayn ariza qoldirishingiz mumkin. Nima yozish kerak? Arizada mulkning kadastr raqami, aniq manzili va aloqa ma'lumotlaringizni ko'rsating. Eng muhimi, nima uchun baholashni noto'g'ri deb hisoblayotganingizni asoslab bering. Siz o'xshash mulklarning bozor narxlarini, mulkning haqiqiy holatini, uning eski yoki yomon ahvolda ekanligini, ta'mir talabligini va boshqa omillarni ko'rsatishingiz mumkin. Agar sizda ilgari qilingan baholash hujjatlari yoki mustaqil baholovchi sulosasi bo'lsa, ularni arizangizga ilova qiling. Unutmang, bu jarayonni ham aytmaydan oldin boshlash tavsiya etiladi. Aks holda sizning murojaatingiz ko'rib chiqilgunga qadar yangi yuqori soliq summasini to'lashga majbur bo'lasiz. Fat. O'zini o'zi band qilgan shaxslar. Agar siz bu toifaga kiradigan bo'lsangiz, soliq qo'mitasining rasmiy saytidagi o'zini o'zi band qilgan shaxslar bo'limini diqqat bilan o'rganing. Shuningdek, soliq mobil ilovasini yuklab oling va undagi yangi tartiblar paydo bo'lishi bilan tekshiring, ijtimoiy soliq bo'yicha hisob kitoblarni minimal to'lov miqdorini aniqlashtiring va agar kerak bo'lsa, fatumaygacha o'z faoliyatingizni rasmiylashtiring yoki mavjud ma'lumotlarni yangilang. Bu sizning kelajakdagi pensiyangiz uchun muhim. Lima, doimiy monitoring, soliq qonunchiligidagi o'zgarishlarni muntazam kuzatib boring. Davlat soliq qo'mitasi va Adliya vazirligining rasmiy veb-saytlaridagi yangiliklarga e'tibor qarating. Chunki qonunchilik tez o'zgarishi mumkin. Va albatta bizning kanalimizga obuna bo'ling. Biz doimiy ravishda dolzarb va siz uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib berib boramiz. Aziz do'stlar, xulosa qilib aytganda, mulk soliqi hisoblash tizimidagi bu o'zgarishlar jiddiy va har birimizga ta'sir qiladigan o'zgarishlardir. Lekin oldindan tayyorgarlik ko'rsangiz, mulkingizning yangi bahosini bilsangiz, imtiyozlaringizni rasmiylashtirsangiz va e'tirozlaringiz bo'lsa, ularni o'z vaqtida bildirsangiz kutilmagan moliyaviy zararlardan va noxush vaziyatlardan qochishingiz mumkin. Eng muhimi, bu qadamlarning barchasini bir maygacha bajarishga ulgurishingiz kerak. Bu muddat siz uchun moliyaviy jihatdan barqarorlikni saqlab qolish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Iltimos o'z fikrlaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men bandan anvanta ara ne chaman anakanam ne
ne etkhele am anden tayb zin nin ne tipkening sa ne va idantan an bilenin sallaringizga imkon qadar tezroq javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va uni do'stlaringiz bilan ulashing toki ular ham bu muhim o'zgarishlardan xabardor bo'lsinlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz sizning moliyaviy farovonligingiz uchun muhim bo'lgan eng dolzarb ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha.